Hammaga assalomu alaykum. Junaydullo o'z kanali obunachilari. Mana bugun kun sana 8-aprel 2025-yil. Namangan viloyati Namangan tumani o'zimizning xonadonda haqiqiy sigirni zo'rini boqaman deganligi 8 oylik rosmoni to'lib 9-oyga o'tgan o'zimizni rossiyskiy porodalardan haqiqiy original molimiz bor, sotiladi. Bo'ylari ekib o'tadigan bo'lsak 1,5 metr bo'ylari. Sog'lig'i, yeb ichish hamma joyi joyida. Sigirimizning ma'lumotlarini berib o'tamiz. 8 oylikdan o'tgan. İlk tishlari ham 8 kurak, 3-qoringa. Sigirimiz vobshe dahshat. Qop-qora ranglari ham o'zimiz rossiyskiy qorovul porodalar. Bo'ylari 1,5 metr keladi. Urug' qo'yilgan. Xudo xolasa bolani ham pechat. Hozirgi bolasi ham enasini o'zi gibrid 10-chi. Bundan oldingi bolasi. Ana so'skalari, oyoqlari butun. Ishqozlari telefon qilaverasizlar. Orqa taraflarini ko'rsatib qo'yamiz. O'ta kuchli mol. Pechat. Ko'ring molning orqasini. Odam ko'rinmayapti old tarafidan. To'rttala oyog'i butun, yeb ichishi, sog'lig'i hamma joyi joyida. Buni narxiga keladigan bo'lsa, narxi necha pul endi buni? 36 million kami bor, ozgina. Xayri. 36 million so'm xayrisi bor ekan, bemalol telefon qilaverasizlar. Mana molni yeb ichishiga mana isboti mana. O't umuman tanlamaydi. Tikon bo'lsa tikonni ham yeydi. Pachka variantlaridan vobshe kuchlik. Bo'ylari 1,5 metr. O'ta kuchli mol.